Bugun 3-noyabr. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin, yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin, dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo, qalbingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yaqinlariga baxt va quvonch ulashishni istagan samimiy qalb egalari, ota-onangizni, aka-ukangizni, opa-singil, farzandingizni va boshqa yaqinlaringizni unutilmas onlarida kutilmagan tabrik hadya etishni xohlaysizmi? Unda aynan bizning loyiha siz uchun. Tabriklar TV jamoasi boshchiligida yaqinlaringizga bo'lgan tabriknoma va samimiy tilaklarni siz kutgandek go'zal tarzda yo'llab beramiz. Murojaat uchun 50 kodi bilan 444 33 11 raqamiga qo'ng'iroq qiling.